Endi har bir mahalla mas'ul rahbarlarga nomma-nom biriktiriladi. Respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra 2026-yildan mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish maqsadida mas'ul rahbar va idoralarga nomma-nom biriktiriladi. Kriminogen vaziyat og'ir mahallalar, tuman, shahar hokimlari, prokurorlari va ichki ishlar organlari rahbarlariga 5 yildan beri qizil toifadagi mahallalar, Milliy gvardiya hududiy boshqarmalari, viloyat ichki ishlar organlari va hokim o'rinbosarlariga 3 yildan beri qizil toifada qolgan mahallalar, huquq-tartibot idoralarining ta'lim va ilmiy tashkilotlariga, eng og'ir kriminogen tuman va shaharlar, viloyat prokurorlari va ichki ishlar organlari rahbarlarining birinchi o'rinbosarlariga, ayollar jinoyatchiligi, spirtli ichimliklar va giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslar jinoyatchiligi hamda nizoli oilalar salmog'i eng yuqori bo'lgan mahallalar tegishli viloyatlar darajasidagi oila va xotin-qizlar sog'liqni saqlash hamda adliya boshqarmalari boshliqlariga biriktiriladi.